5 точек красоты. 5 ta точка. Bizda o'zi вообще yuzda aktivniy точкаларimiz 5 tadan ko'proq, но основнойni aytaman, nima protseduraligini. Bizda svязкалар bor qizlar. Mana shu svязкалар qancha mahkam bo'lsa, yuz osilishi baribir osiladi. Когда-нибудь baribir qaraymiz-ku, lekin u sekinlashadi. Qaysidir paytgacha biz ushlab tura olamiz. Svязкаларni chuqur namlantiramiz, укреплять qilamiz. Укреплять qilganimiz hisobiga yuzlarimiz tortilib, tepada normalniy ushalib turadi. Lekin u degani yuz osilgandan keyin 5 ta точка tepaga ko'tarib beradi degani emas. Profili Agile bor, Yalupra bor, Super Gidrasi yaxshi ishlaydigan, Peptidial bor. Har xil yana polinukleotidli preparatlar bor. Bizda просто eng известныйлari profili bilan Agile и Double X. Bunaqa preparatlar ko'p bizda. Bu nima qiladi? Yuzinglarni namlantirib, juda ham siyat qilib bermaydi. Chuqurroq qavatida ishlaydi u ukollarimiz. Yuzimiz siyat qilishi uchun koja bilan отдельно ishlanadi. Поэтому men bir xil preparatlarni olganimda объемini sal kattaroq olsam, например, 5 mg, 3 mg-ni butun yuziga tarqatib yuborsam, qolgan 2 mg-ni именно по связкам ishlab chiqaman. Aktivniy точкаларimiz 5 ta emas, undan ko'proq. Но основныйsi 5 ta. Самый основной deylik связкаларimiz. Поэтому 25 ta точка 5 ta emas. 25 ta точка.